Ko'pincha erkaklarda biz kuzatamiz, bu jinsiy aloqadan keyin va shuni hisobiga shikastlanishlar bo'ladi. Bu ham juda ham kam uchraydi hayotda, lekin uchrashi mumkin yoki yoshga bog'liq. Chavandoz pozasi deymiz, o'sha jinsiy aloqada jinsiy aloqa qila olmayapti, u o'z-o'zidan stress boshlanadi. Unda psixologik muammo boshlanadi, impotensiyaga olib keladi. Mastlik holatida bunaqa holatlar kuzatiladi. Tezda mutaxassisga uchrash, ya'niki urolog andrologga tezda ko'rinish. Lekin jinsiy hayot uchun bu juda muhim. Salom aziz do'stlar, yana men sizlar bilan sizning urolog andrologingiz Azmida Shahridinovic bo'laman. Umuman olganda bugun ko'pchilik bilmaydigan, lekin erkaklar hayotiga jiddiy salbiy ta'sir qiluvchi kasallik haqida siz bilan gaplashib o'taman. Bu Peyronie kasalligi. Ko'pchilik bu kasallik haqida eshitmagan bo'lishi mumkin, lekin ko'pchilik bu kasallikdan aziyat chekishadi. Ko'pchilik erkaklar bu kasallikka chalinishgan. Umuman olganda bu erkaklar hayotda ham jismoniy, ham ruhiy qiyinchiliklarni tug'dirishi bilan namoyon bo'ladi. Umuman olganda bu kasallik erkaklarda juda ham ko'p uchraydi dedik. Bu kasallikka ta'rif beradigan bo'lsak, bu kasallik erkak olatida fibroz to'qimani paydo bo'lishi va shu bilan bir qatorda olatni bir tomonga to'g'ri bukilishi bilan namoyon bo'ladi. Xo'p, bu fibroz to'qimi nimaga paydo bo'ladi? Bu fibroz to'qimi jinsiy olatda singan holatida yoki bo'lmasam travmalardan keyin jinsiy olat fibroz to'qima paydo bo'ladi. O'sha paydo bo'lgan to'qima tomonga jinsiy olat qiyshayishni boshlaydi. Va bu o'z navbatida ereksiya paytida albatta og'riqlar bilan, erkakda noqulaylik keltirib chiqarishi bilan, shunday jinsiy aloqani bo'lmasligi, bo'lganda ham juda og'riqli va keyinchalik yomon oqibatlarga olib kelishi bilan namoyon bo'ladigan kasallik hisoblanadi. Kelinglar do'stlar, Peyronie kasalligi qanday paydo bo'ladi? Shu haqda to'liqroq sizlarga ma'lumot berib o'tsam. Bu albatta qiziq. Peyronie kasalligi o'zi aniq bir paydo bo'lish sababi yo'q. Aniq bir sababi aniqlanmagan. Bir necha faktlar bor, bu kasallikni keltirib chiqaruvchi omillar bor. Shularni sizlarga aytib o'tsam bo'ladi. Birinchisi bu mikrotravmalar. Mikrotravmalar, olatdagi mikrotravmalar albatta jinsiy aloqa paytida bo'lishi mumkin. Yoki sport bilan shug'ullanganda bo'lishi mumkin. Yoki hayotda qanaqadir bir noto'g'ri harakatlar hisobiga jinsiy olatda latiyib qolishi hisobiga kelib chiqishi mumkin. Endi bu ko'pchilik yoshlarda, erkaklarda, yoshlik paytida yoki noto'g'ri harakatlardan keyin paydo bo'lib qolishi mumkin. Ko'pincha erkaklarda biz kuzatamiz, bu jinsiy aloqadan keyin. Chavandoz pozasi deymiz, o'sha jinsiy aloqada noto'g'ri harakatdan keyin olatni tashqariga chiqib to'g'ri yana joyga kirmasligi hisobiga olat sinib qoladi va keyinchalik fibroz to'qima paydo bo'lishni boshlaydi. Yoki bo'linmasa, ko'pincha biz o'qiganmiz, hayotda juda ham kam ko'ramiz, bu irsiy omillar hisobiga. Ya'niki agar ota-bobolarida qanaqadir shunaqa kasalliklar, Peyronie kasalliklari uchragan bo'lsa, bu erkakda ham shunaqa kasallik bo'lishi mumkin degan nazariya ham bor. Yoki autoimmun kasalliklar. Organizmni o'zini to'qimalari, oddiy til bilan tushuntirganda, o'zini hujayrasini noto'g'ri qabul qiladi va shuni hisobiga shikastlanishlar bo'ladi. Bu ham juda ham kam uchraydi hayotda, lekin uchrashi mumkin. Yoki yoshga bog'liq o'zgarishlar deymiz. Yosh o'tgan sari terining elastikligi kamayib boradi. Shuni hisobiga to'qimalarda shikastlanishlar bo'ladi. Shuni hisobiga ham ko'pincha qariyalarda, yosh kattalarda olatni qiyshaysh holatlari kuzatiladi. Bu o'sha teridagi, o'sha mushaklardagi, to'qimalardagi o'zgarishlar hisobiga yuzaga kelishi mumkin. Lekin aytamiz, baribir juda ham ko'p yoshlarda o'sha azartniy jinsiy aloqa deymiz, o jinsiy aloqa paytida bilib bilmasdan olat sinib qolishi hisobiga kelib chiqadi Peyronie kasalligi. Xo'sh, yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Ko'pincha hozirgi amaliyotdan kuzatyapmiz sunnat muolajalari. Avvallari ham bo'lgan sunnat muolajalari, hozir sunnat qiladigan mutaxassislar ko'payib ketdi. Qo'sh tirnoq ichidagi mutaxassislar, ko'rona o'rganib olgan mutaxassislar mana shu sunnat qilish muolajasida ham, xatna qilish muolajasida ham juda ham ko'p xatoliklar mavjud. Ya'ni kim ko'pchilik sunnat qilish muolajasini amalga oshirayotganda, albatta u shifokor emas, shularni nazarda tutyapman. Albatta u xirurg emas, to'liq o'rganmagan bu sohani, yaxshi bilmaganligi uchun uzdechkalar kesilmaydi. Shuni hisobiga olat oldiga egrilik bo'lishi mumkin, qishayishi mumkin yoki bo'lmasam noto'g'ri tikib qo'yadi. Ko'pchilik hozir guvohi bo'lyapmiz.
Biz sunnatni xatnada tikmasdan amalga oshiramiz degan mutaxassislarni ham ko'ryapmiz, lekin mana shunday ko'p sunnat muolajalaridan keyin noto'g'ri uyda qilinayotgan, mutaxassisga olib borilmayotgan sunnat muolajalaridan keyin ham yoshlarda qanaqadir qiyshayishlar holatlarini ham biz guvohi bo'lamiz. Xo'sh, qiyshayib qoldi deylik sizda. Buni qanday bilasiz? Buni qanday bilish mumkin? Qanaqa belgilari bor? Keling, men shu haqda sizlarga hozir ma'lumot berib o'taman. Birinchi navbatda jinsiy a'zoni ko'z bilan ko'rilganda egirlikni, qiyshayishni ko'z bilan ko'rib turamiz. Ya'ni tekis emas, qiyshayib turibdi. Ko'zingiz bilan ko'rib turibsiz. Yoki bo'lmasam ereksiya paytida, ereksiya deganimiz olati turishi degani. Olat turgan holatda og'riq bo'lish. Ya'ni jinsiy aloqa qilish uchun olat turdi, lekin sizda og'riq kuzatilyapti. Mana bu ham egrilikka yoki qiyshayishni peroniy kasalligi bir belgilaridan biri hisoblanadi. Yoki jinsiy a'zo uzunligi kichrayib qoldi. Ko'pchilik aytishadi, Azmiddin aka, oldin jinsiy a'zoim kattaroq edi, hozir kichrayib qoldi. Kichrayapti, kichrayganini sezyapman. Bu ham peroniy kasalligi bir belgilaridan biri hisoblanadi. Yoki teri ostini, o'sha qiyshaygan holatini ko'zingiz bilan ko'rib, teri ostini palpatsiya qilganingizda, his qilib ko'rganingizda ta'sirlantirib, o'sha yerda qattiq bir tugum paydo bo'lib qolganini ko'rasiz. Olatda qattiq bir o'rtasida tugum paydo bo'lib qoldi. O'sha joy qalinlashib qoldi. Bu ham peroniy kasalligi bir belgilaridan biri hisoblanadi. Xo'sh, aziz do'stlar, agar peroniy kasalligini vaqtida davolamasak, bu kasallik nimaga olib keladi? Buni bilishinglar kerak. Albatta, agar bu kasallik davolanmaydigan bo'lsa, ayrim bir muammolarga olib kelishi mumkin. Birinchisi bu jinsiy hayotdagi qiyinchiliklar. Agar jinsiy aloqa qila olmaydigan bo'lsa, egrilik hisobiga turibdi, og'riq bo'ladi. Og'riq bo'lgandan keyin jinsiy aloqa qila olmaydi. Kuchli og'riq beradi. Og'riq bo'lgandan keyin jinsiy aloqa qila olmagandan keyin unda muammo boshlanadi. Jinsiy aloqadan qochishga boshlaydi. Mana birinchi katta muammo mana shu. Ikkinchi katta muammo bu ereksiyadagi muammolar. Impotensiya deymiz. Mana bu jinsiy aloqa qila olmagandan keyin u doimiy qilib yurmaydi, o'sha qo'rqadi qilishga, tursaniki og'riq bo'ladi. Unda psixologik muammo boshlanadi, impotensiyaga olib keladi. Unda erektil disfunksiya muammo boshlanadi. Xo'p, keyingi muammo bu ruhiy tushkunlik, stress. Xo'p, bu nima degani? Tursa og'riq bo'lyapti, qo'rqyapti turg'izishdan, jinsiy aloqa qila olmayapti, u o'z-o'zidan stress boshlanadi, tushkunlik boshlanadi. O'ziga bo'lgan yana bitta katta muammo ishonch pasayib ketadi. O'ziga bo'lgan ishonch pasayadi. Neki jinsiy aloqa bo'lmayapti-da. Menda endi jinsiy aloqa bo'lmaydi degan fikr paydo bo'ladi. Xo'p, davolash usullari. Umuman olganda, davolashda albatta bir necha yo'llar bor. Bu dori-darmonlar orqali, vitaminlar orqali, fizioterapiyalar orqali yoki maxsus gormon dorilarni o'sha fibrozni eritish maqsadida inyeksiyalar qilish orqali, fizioterapiya etdik, maxsus massajlar yordamida va hokazo davolashlarni olib boramiz. O'zi bunaqa kasallikka uchragan odam o'zida shu narsani sezsa, albatta tezda shifokorga murojaat qilish kerak. Nega? Nega shifokor bu kasallikni qancha erta aniqlasa, qancha erta bilsa, shuncha tez davolashga harakat qiladi. Balki sizni peroniy kasalligingiz dori bilan, inyeksiyalar bilan, shu fibrozni to'qimasini eritib olish bilan, fizioterapiyalar bilan, maxsus o'sha elektromagnitlar bor. Biz foydalanamiz, elektromagnitlar bilan shu fibroz to'qimasi paydo bo'lmasligi yoki shuni eritib olish uchun harakat qilamiz. Sizni jinsiy aloqangizni tiklash uchun hamma muolajani qilamiz. Faqatgina tezroq aniqlasak. Lekin yillab, siz 6 oylar, 1 yillab, bir necha yillardan keyin keladigan bo'lsangiz, albatta buni davolash juda ham qiyin bo'ladi. Bu kasallikni oldini olish uchun, ya'ni profilaktika qilish uchun peroniy kasalligini, olat sinishini, olat egriligini oldini olish uchun nima qilish kerak? Birinchi navbatda jinsiy aloqa vaqtida ehtiyot bo'lish kerak. Jinsiy aloqa palapartish yoki ko'pincha o'sha spirtli ichimliklar ta'sirida, chavandoz usulida va hokazo jinsiy aloqa qilinayotganda ehtiyot bo'lish kerak. Lekin sinib qolish ehtimoli yuqorida. Boya aytish esimdan chiqibdi, ko'pincha o'sha mastlik holatida bunaqa holatlar kuzatiladi. Xo'p, bundan tashqari sport bilan shug'ullanish.
Albatta o'zingiz salomatligingizga e'tibor berasiz, sport bilan shug'ullanasiz. Bu nimaga olib keladi? Bu boyagi aytib o'tgan sabablardan kelib chiqish belgilaridan bittasini yo'q qilishga olib keladi. Ya'ni tonus, siz doim tonusda bo'lasiz. Mushaklaringiz baquvvat bo'ladi va sizda degenerativ o'zgarishlar, o'sha mushaklardagi, to'qimalardagi o'zgarishlar bo'lmaydi. Bu bilan bu kasallikni oldini olgan bo'lasiz. Doimiy sport bilan shug'ullanish. Albatta bundan tashqari o'sha agar sizda bu kasallik uchraydigan bo'lsa, tezda mutaxassisga uchrash. Ya'ni kim urolog, andrologga tezda ko'rinish. Peyronie kasalligi bu hayot uchun xavfli bo'lmasligi mumkin, lekin jinsiy hayot uchun bu juda muhim. Negaki sizni o'sha ruhiyatingizni tushib qolishi, boshqa jinsiy aloqa qilmasligingiz ni bilishingiz bu juda fojiali holat. Hayot uchun siz jinsiy aloqa qilmasdan yashab yurishingiz mumkin. Yillab yashab yurishingiz mumkin, lekin bu sizga albatta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun albatta mutaxassisga ko'rinish va tezda bunga qarshi o'sha choralarni ko'rish. Agar sizda sinishga qanaqadir shubha bo'ladigan bo'lsa, tezda shifokorga ko'rining. Bu bir uyatli, bir qo'rqinchli narsa emas. Shifokor sizni olatingiz singanini hech kimga aytmaydi. Bu qiziq emas shifokorga. Albatta ogoh bo'lishimiz kerak. Ushbu videoroliklarimiz qiziq bo'layotgan bo'lsa, mavzularimiz yoritib berishimiz qiziqarli bo'layotgan bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'ling. O'z salomatligingizga e'tibor bering, like tugmasini bosib qo'ying. Keyingi videolarimiz ham bundan ham qiziqarli bo'ladi. Qo'ng'iroqcha tugmasi esdan chiqmasin.